Usmon Nosir. Ularga aytib ber, muzlar bag'rida otash qalbim bilan yozgan she'rimni. Ona, men qaytaman. Xavotir olma. O'lgan o'ldi, ketdi. Hech kim qaytmaydi. Nega? Nima uchun? Bu ham muammo. Tarix soqov kampir dardin aytmaydi. Aytolmas. Unutib ham bo'lmaydi ammo. Mana Qodiriyni qilishar so'roq. Xo'sh. O'tgan kunlar degan she'r siznikimi? Ha. Ammo u she'r emas. Jim bo'ling axir. She'rmi yo boshqami? Avtori sizda. Tamom. Boshqa gapga qolmaydi hojat. Tergovchi payg'ambar, tergovchi Xudo. Temir zotdan kelgan buyruq, ijozat. O'zbek yana bitta o'g'lidan judo. Aybi shuki, aybi kim bilsin buni? Balki juda noyob iste'dodidir. Otishdimikan yo osishdi uni? Balki hukm ijrochisi jodidir. Jodi nimaligini bilishmas yoshlar. Bilmagani ma'qul, bundan keyin ham. Jodi orasiga tushganda boshlar odam. Ko'zimga yosh to'lar mana shu yerda. Qo'ynimga tosh to'lar mana shu yerda. Ko'zimga tor bo'lib qoladi olam. Oh oltin boboma, oh tillo bobom. O'tgan kuning qursin, Abdulla bobom. O'lgan o'ldi, ketdi. Hech kim qaytmaydi. Nega? Nima uchun? Bu ham muammo. Ota xatosini o'g'il aytmaydi. Aytolmas. Unutib ham bo'lmaydi ammo. Men dutor birla tug'ishgan ko'hna bir devona men. Ul tug'ishganim bilan bir o'tda doim yonamen. Salom otaginam cho'lpon.